Safar, bir taklif bor. Modomiki boshliq o'lgandan nari qilinglar degan bo'lsa, qizdan bir bahramand bo'lmaymizmi? Keyin seni rejangni qo'llarmidik, nima deysan? Soqoli o'ziga yarashmay turgan yuzini silarkan, sovuq irjaydi erkak. O'ylab gapir ahmoq. U senga yetimmidiki bahramand bo'lasan? Seni aqling yetgan narsaga meniki yetmaydimi? Qizni otasi kattalardan bir dona qizni xo'rlatganlarni sho'riga sho'rva to'kiladi. Shunday ekan, men aytgan reja bo'yicha ish tutamiz. Bu ham to'g'ri-ku-ya, ofatijon ekanda o'zi ham ishq tushganda. Shundaygina o'lib ketishiga ko'zimiz qiyarmidi? Men senga nima dedim, Fozil? Nima desam shu bo'ladi. Nafsing g'imirlab qolgan bo'lsa, doimgi joyimizga bor. Bir nechta ofatijonlaring qondirib beradi. Safar gap tamom degandek o'tkir nigohlari bilan qaradi. Xo'p, nimayam derdik? Zorimiz bor-u, zo'rimiz yo'q. Shunday bo'lsin. Ishingga ketaver, kerak bo'lsang o'zim topib olaman. Ishni ertaga hal qilamiz. Klinikada hisobotlarni tekshirib o'tirgan Hamidning beixtiyor eshik tagida jilmayib turgan Noraga ko'zi tushdi. Sen bu... Ha, men amaliyotdan qaytayotib yo'lim bo'lganigami, oldingizga kirib o'tay dedim. Jilmaydi Nora. Juda xursand qilding. Zerikib hisobotlarni ko'rib turgandim, Noram. Bir ikkita nomzodlar hujjatlarini topshirib ketgan. Ularni tarjimai holi bilan tanishish kerak edi. Mana oldimga sen kelding. Endi zerikmasdan ham ko'raveraman. Meni bo'sh vaqtim bor hozir. Balki sizga yordam berarman. Jon deyman, kelchi yonimga, nimalar qilishingni aytaman. Xo'p, lekin... Nima lekin? Noto'g'ri tushunishmaydimi? Qo'ysangchi, kuldi Hamid. Hamma biladi-ku bo'lajak rafiqam ekanligingni. Xo'p, unda siz ko'rsating, nimalar qilishimni, sizga qarashaman. Men ketdim, oyi. Yaxshi qolinglar. Yaxshi bor, qizim, sekin hayda mashinangni. Tezlikni oshirma, o'zi dadangni arang ko'ndirdik yana qayta haydashingga. Xavotir olmang, oyi. O'tgan safargi loqaydligim boshqa qaytarilmaydi. Qiz onasini quchib gaplarini aytarkan ko'chaga chiqdi. Ko'ngli notinch. Hech sahardan bunday notinchlik sezmagan o'zida. Amaliyotga shoshilar ekan biroz tezlikni balandlatganini sezmay ham qoldi. Birdan onasining tezlikni oshirma degan so'zlarini esladi-yu, sekin motorni bosayotgan qizni kapalagi uchib ketdi. Motor ishdan chiqqan. Mashina borgan sari tezlashib borar ekan, Shabnamni qo'rquv hissi egallay boshladi. Jin ursin, nega ishlamayapti? Nega? Mashinalardan birin-ketinlik bilan oldinlanib borarkan, ancha oldinda bo'lgan chorrahaga ko'zi tushdi. Telefonga xabar kelganini bildiradigan tovushdan birdan sergaklandi qiz. Ahrordan senga alangali salom qizaloq. Manzilingga yaxshi yetib borasan degan umiddamiz. Qiz miyasida bularni tahlil qilar ekan, qarama-qarshi kelayotgan yuk mashinasi tomon harakatlanayotgan mashinani rulini jon holatda boshqa tomonga burdi. Hammasi o'ylaganimizdek bo'ldi, g'olib. Meni rejam ham chakka emasdi. Motorni buzishga buzdik. Qiz tirik qolarmikin? Nimalar deyapsan, tirik qoladimi yo'qmi? Bizga endi baribir. Soqa qo'limizda. O'zimizdan iz qoldirmadik. Shunday deysan-ku-ya, qizga men juda kerakli bo'lgan xabar yubordim. Ayyorona irjaydi g'olib. Nima? Sapchib o'rnidan turdi Safar. Iflos, nima yubording qizga? Tinchlan Safar, meni kim deb o'ylayapsan? Xabarni qisqa mazmuni hammasiga Ahror aybdor. Yuziga yaxshigina kelib tushgan tarsagidan yiqilib ketay dedi g'olib. Safar so'kinib qo'ydi. Nima qilganingni bilasanmi? Qiz tirik qolsa, Ahrorni ketidan biz ham ketishimizni bilasanmi? Men shunchaki Ahrordan alamimni olmoqchi edim xolos. Qizni bir kechaga so'raganimga noz qilganlariga tutilibroq gapirdi. Ey, senga qanday aytishim kerak edi yana?
Qoni qolmayotgan bo'lsang, bor o'zimizni har doimgi joyga deb. G'azabdan yuzi qizarib, ko'zi qizarib gapirdi Safar. Bo'lar ish bo'ldi, afsuslanmayman. Meni yo'qotadigan narsam yo'q, Safar. Buni juda yaxshi bilasan. Duo qil endi. Qiz o'ziga kelsa mabodo, seni bu ahmoqligingni unutsin. Aks holda joningni o'zim olaman. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Asabiylashib ketyapman o'zi. O'ylab oxiri qilar ishni qilib bo'lib, o'sha kunni o'zidayoq chet elga ravona bo'lishdi Safar va sherigi. Yo'qotadigan hech narsalari bo'lmagani uchun ham pul evaziga qilgan qabih ishlarini nihoyasi qanday bo'lishi bilan zig'irchalik ham qayg'urishmadi. Bir zumda shohni gadoga, gadoni shohga aylantiradigan hayot insonni ne ko'ylarga solmaydi. Foniylik ketidan quvib, oxirati nima bo'lishini o'ylamagan insonlar bir kun kelib tavbasiga tayanishini ham bilarmikin? Yaratgan haq bor ekanki, nuqtachalik gunohimiz ham jazosiz qolib ketmaydi. Bor yo'g'i 1 soat oldin amaliyotga yuzlarida nur ila o'zini quchib qo'yib ketgan bolasining kasalxonaga qay ahvolda tushganini eshitgan onaning ko'zida dunyo tor ko'rinib ketdi. Nega aynan ularning qizi? So'rab olgan farzandini kamolini ko'rish nahot nasib etmasa? Ertayu kech Allohdan tilab olgan jigarbandining nahot umri shunchalik xazon bo'lsa? Miyasiga kelgan o'y-fikrlardan tanasi junbushga keldi Shahlo xolaning. Nima bo'ldi Shahlo? Qo'liga telefon bilan qotib qolgan xotinini ko'rib biroz ko'ngli g'ashlandi Ahtam amakina. Qizimiz, nima bo'ldi Shabnamga? Avtohalokatga uchrabdi dadasi. Amaliyotga kelmayotgan dugonasidan xavotir olgan Gulnora qo'ng'iroq qilgandi. Telefonni ko'targan hamshiraning shum xabaridan so'ng kasalxonaga uchib bordi go'yo. Operatsiyaga olib kirib ketishganiga 1,5 soat bo'lganida Shabnamni hovliqqancha kutayotgan ota-onasiga qarab qoldi qiz. Gulnora! Yig'i aralash ovozi bo'g'ilib chiqdi Shahlo xolani. Xolajon, tinchlaning, bu ham bir sinov ekanda. Shabnam juda kuchli qiz, hammasini yengib o'tadi. Olib kirishganiga qancha bo'libdi qizim? Ko'zlari qizargan Ahtam amaki bazur so'radi. Qancha bo'libdi qizim? Qizimning ahvoli qanday ekan-a? 1,5 soat bo'libdi amaki. Gulnorani ko'ksiga bosh qo'ygancha yig'layotgan ayol berilgan javobdan o'ksinib yig'lay boshladi. Xolajon, yig'lamang. Siz amakimga dalda bo'lishingiz kerak axir. Erkak kishi ichiga yutadi deyishadi. Qarang, qanday ahvoldalar. Sal uzoqda o'rindiqda hafsalasizgina o'tirgan Ahtam amakiga ishora qildi Nora. Qizim, ishonasanmi? Ertalab ko'nglim g'ashlangandi. Sekin hayda degandim. Tezlikni oshirma degandim. Negayam otasidan so'rab berdim shu yer yutkir mashinani. Nega? Ichim yonib ketyapti Nora. Olov bo'lib yonyapman axir. Shunday degancha ko'ksiga mushtlay boshladi onayizor. Bas qiling xolajon, unday demang. Bunaqada o'zingizni yeb bitirasiz-ku. Yuring, pastga tushaylik. Biroz chalg'iysiz. Yo'q, hech qayerga tushmayman. Mana shu yerda kutib o'tiraman. Xo'p, unda sizga suv olib kelaman. Biroz tinchlanib olasiz xolajon. So'zsiz bosh chayqadi Shahlo xola. Suv olish uchun yo'lak bo'yi yurib borar ekan, buvisini tuproqqa topshirgan kundagi ayollarning dod faryodlari-yu o'zining o'ksib yig'lagani esiga tushib, yer cho'kkalab qoldi qiz. Bir kelsa qo'sha keladi deganlaridek, dard ustiga dard kelishi to'xtamaydi. Ancha payt shuncha o'tirgach telefon ovozidan o'ziga keldi qiz. Nora, yaxshimisan? Ovozing nega horg'in? Salom alikdan so'ng qizni horg'in ovozidan xavotir oldi Hamid. Shabnam avtohalokatga uchrabdi Hamid. Yig'lab yubordi Nora. Nima? Nega? Qanday bo'libdi bu? Bilishimcha, yuk mashina bilan to'qnashib ketgan.
Ovozi titrab chiqdi Noraning. Hazilmi bu Nora? Hazil qiladigan ahvolda emasman. Unda Jamilga xabar beraman. Hozircha shoshmay turaylik. Shifokor chiqsin, javobni eshitaylik. Agar ish jiddiy bo'lsa keyin chaqiramiz. Tomog'iga achchiq narsa tiqilgandek bo'ldi qizning. Sen Jamilni bilmaysan. Shunday muhim narsani aytmasam, meni yuzimga ham qaramaydi. Qolaversa ketganiga 1,5 oydan oshdi axir. Keladigan payti ham bo'lib qoldi. Ha, mayli. Nima qilsangiz qilavering. Noram, sen sabrli bo'l, xo'pmi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta, Shahlo xolam o'z xolamdek bo'lib qolgan. Shunday kunlarida dalda bo'lishim kerak. Yaxshi qol, o'zingni asra. Yana qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Gulnora telefonni o'chirganidan so'ng biroz muddat o'tib, nima uchun kelganini o'ylab qoldi. Suv uchun kelgani esiga kelgandan so'ng tezda Shahlo xolani oldiga shoshildi. Xolajon, buni ichib oling. Rahmat, qizim. Biroz o'zingizga keldingizmi? Ancha yengillashdim. Yosh mavjlangan ko'zlari bilan ma'yus boqdi Shahlo xola. Shu ahvolda roppa-rosa 2,5 soatdan so'ng shifokor hafsalasiz chiqib kelganini ko'rgan ota-onaning ahvoli achinarli holga tushdi. Doktor, qizim yaxshimi? Doktor, qizim yaxshimi? Er-xotin birdaniga bir vaqtda so'rashdi. Aytaman, faqat vahima qilmang. Boshi layt yeb biroz yorilgan, ammo juda chuqur emas. Tikib qo'ydik. Qovurg'alari biroz shikastlangan. Vaqt o'tishi bilan o'z holiga qaytadi. Ko'rmaganday bo'lib ketadi. Ammo nima ammo? Ayting. Toqatsizlandi Shabnamning otasi. O'zingizni qo'lga oling. Qizingizni o'ng qo'li ishlamay qolish xavfi bor. Asab tolalari ishdan chiqqan. Yana bu yog'i Allohga havola. Biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Asosiysi qizingiz tirik. Sen nima deyapsan, iflos? Asosiysi tirik deb falaj qilib qo'yishlaringga indamay jim qarab turishim kerakmi? Ahtam amaki shifokorni yoqasidan mahkam siqib g'ijimlarkan, baqirig'i kasalxonani tutdi. O'zingizni bosing. Bu yerda kasallar bor. Ahtam Aliyevich, nega tushunmaysiz? Yaratganning irodasi bu axir. Ishlamaydi emas, xavf bor. Qizingizni o'zida ham gunoh bor. Yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan axir. Aytishga oson bu. Biz qo'ldan kelgancha chora ko'rdik. Qolgani Tangridan. Duo qilinglar. Ayt, qancha kerak tuzalishi uchun? Ahtam Aliyevich, qizingiz o'ziga kelsin, tekshiraylik, bilaylik. Keyin hammasi aniq bo'ladi. Ungacha hech narsa deya olmaymiz. Bir chekkada eri va shifokorning gaplarini tahlil qilar ekan, qizining tezroq o'ziga kelishini tinmay so'rab duo qilardi Shahlo xola. Qachon ko'rsak bo'ladi? Bugunchalik dam olsin derdim-u, mayli. Sizlarga kechroq bir necha soatdan keyin o'zim aytaman qachon kirishingizni. So'zsiz bosh chayqadi Ahtam amaki. Jamil, buncha hovliqmasang, o'zi senga bekor aytdimikin deb o'ylab qoldim. Hamid, men hozir hazil qiladigan ahvolda emasman. O'zi tungi reys bilan uchishimni o'ylab asablarim chatoq. Jin ursin. Avtohalokatni eshitgan Jamil zudlik bilan O'zbekistonga uchadigan kunduzgi chipta olish uchun aeroportga borgandi. Afsuski, tungi reyslardagi chipta qolganini eshitib, asablari taranglashgandi. Yana ancha gaplashganlaridan so'ng telefonni o'chirib ketish harakatini boshlab yubordi Jamil. Sevgi nima? Sevganing o'lim bilan kurashayotganini bilib, ichingda tushunib bo'lmas to'fon ko'tarilganimikan? Yoki endi baxtni topdim deganingda sendan yana baxting yuz o'girib ketishi mumkinligimi sevgi? Jamil Shabnamdan farqli o'laroq butun borlig'i bilan sevardi qizni. Hech qizlarga ko'ngli tushmagan yigitning qalbi Shabnamga kelganda boshqacha urgan edi. O'rtoqlari ishqdan gap ochsa, hech bir hisni tuymagan yigit
mana endi asl ishqni sharobidan tatib ko'rayotgan edi. Vaqtidan oldin bitilgan hamkorlik ishi uchun o'zida yo'q xursand bo'lib, vataniga surpriz qilib qaytmoqchi edi. Ammo mana bilmaydi ekanki, endi sevib qadrlamoqchi bo'lgan yaqini surprizni zo'rini tayyorlab qo'ygan ekan. Zulfazar, tayyorlan, shifokor ko'rigiga boramiz. Nega, Baxtiyor aka? Esingda yo'qmi, bugun ko'riging? Shifokoring qo'ng'iroq qildi. Voy ha, rostdan esimdan chiqibdi. Bolajonimizni rivojlanishini ko'rib kelarkanmiz-da. Darrov tayyor bo'laman hozir. Bir zum ichiga sig'may ketdi Zulfazar. Menga ham qiziq jonim, tezroq pastga tush. Xotinining yuzidan mayin o'pib qo'yarkan, tezda chiqib ketdi xonadan Baxtiyor. Gulnora o'rindiqda o'tiraverib uxlab qolgan qizni sekin turtdi yigit. Siz? Qiz tanish chehrani eslashga urindi-yu, ammo esla olmadi. Jamilman. Bular Shabnamni onasimi? Boshqa o'rindiqda uxlab qolgan yoshi sal katta ayolni ko'rib pastroq gapirdi. Siz Hamidni do'stlarisiz, a? Chet elda emasmidingiz? Ha, bular Shahlo xolam, Shabnamni onasi. Xuddi o'ziman. Chet elda edim, ishlarimni tugatib qaytdim. Shabnamni ko'rmoqchiman. Shu palatadami? Ha, shu palatada, lekin kimdir ko'rib qolsa-chi? Xolam va amakimni ko'rib chiqishlariga arang rozi bo'lishdi. Ko'rmasam bo'lmaydi. Boz ustiga soat tungi 3:30 bo'lsa, ko'pchilik hamshiralar uxlab qolgandir. E'tiborini tortmaymiz, xavotir olmang. Siz qarab turing. Birov kelsa aytarsiz. Xo'p. Jamil qizdan ko'ngli to'q bo'lib, Shabnamni oldiga kirdi. Doim yorishib turadigan yuzlari oqarib rangsiz bo'lib qolibdi qizning. Uskunalar ulab tashlangan, yurak urishining ovozi xonadagi sukutni buzib, tovush chiqarib turar edi. Ohista kelib, qizning qo'lidan tutarkan, ichidan nimadir uzilgandek bo'ldi go'yo. Agar sen bilan shunday voqea bo'lishini bilganimda aslo ketmasdim. Qo'lidan mahkam ushlab o'parkan, achchiq ko'z yoshning bir tomchisi nozik qo'lining ustiga tomchiladi qizni. Sen nima qilding meni Shabnamim? Bu yerga yetib kelgunimga qadar ichimni tushunib bo'lmas qo'rquv hissiyoti qamrab oldi. Mana endi keldim, aslo seni tashlab ketmayman. Ko'zlaringni tezroq ochsayding. Seni bir bora quchib sevaman demagan bo'lsam ham qisqa muddat ichida shunchalik bog'lanib qolibman. Jamil yana biroz muddat qizga tikilib, ichidagilarni to'kib sochdi-yu, so'ngra peshonasidan mayingina o'pib qo'yib chiqdi xonadan. Gulnora, Shabnamga yaxshi qarang, xo'pmi? Men aeroportdan to'g'ri shu yerga keldim. Qola olmayman. Uyimdagilar kelganimni bilishmaydi. Xullas, yana ertaga kelaman. Ungacha Allohga omonatsizlar. Mayli, Shabnamdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Men o'zim unga yaxshi qarayman. Rahmat, sizga ishondim. Kun peshinga yetganda Shabnam ko'zini ochdi. Ota-onasi va Nora kirib ahvolini so'rashgan edi. Yig'lamang, oyi. Yig'lamang. Mana, men yaxshiman, shukr. Biroz qiynalgancha nafas olarkan, onasining ko'z yoshlarini artmoqchi bo'lgan Shabnamning negadir qo'li o'ziga bo'ysunmasdi. O'ng qo'liga qarab qolganini ko'rgan Ahtam amaki va onasi bir-biriga qarab qolishdi. Nora esa ko'zlari kattargancha Shabnamning o'ng qo'liga qarab qolgandi. Oyi, oyijon, qo'lim nega ishlamayapti? Harakatlari zoya ketayotgan Shabnamning nafas olishi tezlashib, jig'i biyron bo'layotgan edi. Tinchlan, qizim, hozir shifokorni chaqiraman. Qanday tinchlanay dada? Qo'lim ishlamayapti axir. Nega ishlamaydi? Nega? Shahlo xola Noraga ko'zlari bilan ishora qilarkan, Nora shartta turib shifokorni chaqirib keldi.
Doktor, doktor, nega qo'lim ishlamayapti? Nima bo'ldi menga? Birortangiz aytsangizchi. O'zingizni bosing, bu vaqtinchalik xolos. Siz tinchlantiruvchi ukol qiling qizimizga. Hamshira bosh silkitgancha ishga kirishib ketdi. Xohlamayapman, ol buni. Kerakmas, xohlamayman. Shabnam, tinchlan qizim, biroz damingni ol, o'tib ketadi. Ichidagini bildirmaslikka harakat qildi Shahlo xola. Bir amallab qizni tinchlantirib, xonadan chiqishdi. Ahtam Aliyevich, og'irroq bo'linglar. Aytganim to'g'ri chiqibdi, ammo buni yo'li yo'q emas, bor. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Tezroq ayting, nima chorasi bo'lsa barchasiga roziman. Qizim tuzalsa bo'ldi. Xo'p, men bilan xonamga yuring. Sekin asta yana bir harakat qilib ko'ring. Qo'lingizni ishlatishga harakat qiling. Bo'lmayapti. Har doimgi mashg'ulotimiz-ku, Shabnam. Siz kurashmayapsiz. Birgina meni muolajalarim va harakatlarim bilan qo'lingizni asab tolalari o'z holiga qaytib kelmaydi. Qachonki 50 ga 50 natija bo'lsa, ya'ni siz ham kurashsangiz, o'zimizga kerakli natijani kutganimizdan ko'prog'iga erishamiz. Sizningcha men nima qilyapman? Muolaja sizniki bo'lgani bilan falaj qo'l meniki-ku. Men istamas ekanmanmi tuzalishini? Nega meni ham tushunmayapsizlar? Bo'lmayotgan natijani bo'lmaydi deymanda. Zaharxandalik aralash ko'ziga yosh kelib ichidagilarni to'kdi qiz. Bilaman, sizga ham qiyin, ammo bo'lmas ekan deb kurashmaslikdan yomoni yo'q. Germaniyada o'qib malakasini oshirib kelgan bu yigitni bosh shifokorning o'zi Ahtam amakiga tavsiya qilgandi. Muolajalar boshlanganiga hali endi 5 kun bo'lgandi. Mayli, bugunga yetar. Hozir hamshirani chaqiraman, qo'l masajlaringizni qiladi. Vaqti ham bo'lib qolibdi mana. Soatga qararkan Shabnamga so'z qotdi yigit. Xo'p, hamshira kelguncha yana bir urinib ko'ramizmi? Mayli, aytganingizdek yana bir bor harakat qilib ko'raychi. Shifokor yigitning ko'magi bilan qizning kichik barmog'i sal qimirlagandek bo'ldi. Juda yaxshi qimirlamagan bo'lsa ham 5 kunlik muolajalarning kichikkina boshlang'ich samarasi edi bu. Doktor, qarang, axir bu yaxshi tomonga o'zgarish emasmi? Yuzi yorishgandek bo'lib samimiy jilmaydi Shabnam. Albatta, bu yaxshi samara. Men sizga aytdim-ku, mana sekin asta samara beryapti. Shabnamga javob berarkan Zohid ham jilmaydi. Bugun shifoxonadan chiqishi kerak bo'lgan suyuklisini ko'rmoqchi bo'lib kelgan Jamil, shifokor yigitning Shabnamni qo'lidan ushlagan holda bir-birlariga kulib qarab turishganini guvohi bo'ldi. Shu on qo'li musht tugilib, tomirlari bo'rtib chiqqandi. Shabnam, muolaja tugadimi deyman, bir-biringizga kulib qarashlaringiz boshqacha. Asta qadam bosib kelarkan, o'zini bazo'r tutib gapirdi. Hali tugagancha yo'q edi. Noto'g'ri tushundingiz. Zohid va Shabnam birgalikda javob berishdi. Qo'lini qo'yib yuboring. Jamilning keskin javobidan hayron qoldi yigit. Men ishimni qilyapman. Zohid ham bo'sh kelishni xohlamadi. Senga to'g'rilikcha aytdim, qo'lini qo'yib yubor. Men ham to'g'ri gap. Bo'ldi qilinglar, iltimos. Jamil, o'zingizni bosing. O'zim hammasini tushuntirib beraman. Iltimos, Shabnam xonimni yolg'iz qoldirsangiz. Kerakli masajlarni qilishim kerak. Gap bilan bo'lib uchovlari ham hamshirani kelganini payqashmabdi. Bu gapdan so'ng avval Zohid, keyin Jamil ko'zlari ila Shabnamga ma'noli qarab chiqib ketishdi. Men sizga aytsam, Jamilbek, Shabnamni chaqirishdan ismini bilib olgandi yigit. Bilishimcha, Shabnam sizga o'ta qadrli inson. Buni sezdim. Ha, bo'lajak rafiqam bo'ladi. O'tkir nigohlarini Zohidga qadadi Jamil. Xo'p,
Shunday, ammo har narsaga ham menga noto'g'ri muomala qilmang. Muolajalarim samarasini beryapti. O'zi endigina yaxshi natija uchun jon jahdi bilan kurashayotgandi Shabnam. Siz va mening tortishuvlarimiz ruhiyatiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Bu asab tolalariga ham zararli. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ruhiyatini tushirmaylik. Bu sizdan so'rayotgan yagona ham buyruq ham iltimosim. Yaxshi, sizni tushundim. Ammo keragidan ortiqcha mehribonlik qilishingizni men xohlamayman. Ishingizni oidini bajaring xolos. Bu ham meni sizdan so'rayotgan yagona ham buyruq ham iltimosim. Tushunarli. Kelishdik, charchamang. Ikki yigit o'zaro kelishib olisharkan, hamshiraning kerakli massaj va muolajalari tugashi hali 1 soat bor edi. Tugaguncha kutib turishni ma'qul ko'rdi Jamil. Kerakli massajlarni yakunladik. Xohlasangiz kirishingiz mumkin. Hamshiraning gapidan yuzi yorishdi Jamilni. Rahmat. Eshikdan kiriboq o'ziga ham qo'rquv, ham hayajon bilan qarab turgan qizga o'tkir nigohlarini qaratdi. Jamil, siz noto'g'ri tushundingiz. Men haligi barmog'im bo'ldi. Tinchlan. Asabiylashyapsan Shabnam. Qaltirab ketyapsan. Asab tolalaringga yomon ta'sir qilishi mumkin. Sokin tarzda javob bergan yigitga qarab, biroz muddat jim turib qoldi qiz. Ammo 1 soat oldin boshqacha gapirayotgandingiz. Men sizga hammasini aytib bermoqchi edim. Shifokoring Zohiddan barchasini eshitdim, tushundim, xulosa qildim. Tushunmovchiliklarga oydinlik kiritib oldik. Asosiysi, sen asabiylashma, xo'pmi? Mehrli nigohlari ila boqdi Jamil. Xo'p, sizga barmog'imni biroz qimirlatganimni ham aytgandir? Ko'zlaridan o'q chaqnardi go'yoki qizni. Albatta, eshitib xursand bo'ldim. Mana shunday har narsaga chalg'imasdan kurashsang, hali hammasi o'z holiga tushib ketadi. O'zimga bo'lgan ishonchim kuchaydi. Endi astoydil kurashaman. Aytganchi, bugun kasalxonadan chiqamanmi? Ha-da. Senga hamshiralardan birini chaqiraman. Narsalaringni yig'ishga yordam beradi, xo'pmi yagonam? Men bosh shifokorni oldiga kirib chiqishim kerak. Xo'p. Unashtirilib qo'yganimizga ham ancha bo'ldi. Bu jonni 40lari bir pasda o'tdi mana. Endi to'yni boshlayveramiz, Nora. Shinamgina qahvaxonada o'tirisharkan, anchadan beri aytish kerak bo'lgan gapni aytdi Hamid. Biroz shoshilmasak bo'larmidi? Shoshilmasak? Nora, hatto biroz kechikdik ham. Men tezroq seni juft halolim bo'lishingni istayman. Qizning qo'llaridan mahkam ushlarkan, qat'iyat bilan gapirdi. Yo'q degan e'tirozlarni qabul qilmayman. Uydagilarga ham aytdim. 1 hafta ichida to'y qilib olamiz. Bu gaplardan qizning ikki yuzi olovdek yonib borayotgandi. Demak, qaroringiz qat'iy ekan, atay meni uyaltirish uchun gapirasiz-a? Jilmaydi Nora. Seni shunday olovdek yonib yuzlaringga qarashni sevaman-da. Olovcham o'zimni. Uyaltirsam, har qalay bo'lajak juft halolimni uyaltiribman. Sizga kulgi bo'lsa-da, kulib qo'ydi qiz. Aytgancha, dugonang tuzukmi Nora? Jamildan so'raganimda bugun chiqishlari kerakligini aytgandi. Ha, ancha tuzalib qoldi, shukr. O'zi, noxush kunni eslasam, xolamni yig'laganlari, Ahtam amakimni chorasiz qolganlari bari o'tdi ketdi, Robbimga shukr. O'ylama. Bundan bu yog'iga eslama ham. U kunlar senga eslaganingda azobdan boshqa hech narsa bermaydi. Ha, shunday. Hammasi yaxshilikka. Asosiysi tuzaldi. Muolajalari yaxshi samara bersa, qo'li ham tuzalib, hech nimani ko'rmaganday bo'lib ketadi. Aytganing kelsin.